Stometre nimani o'lchyapsiz? Betonni o'lchayapman. Stometr bu betonmi bu? Stometr nimani o'lchyapsiz? Mana uni o'lchang, undan ko'ra. Nimani? Yo, stometr jamona uni o'lchab bering demoqchi edim, betonni ustiga bonga teraman-da. Ha, o'tkajon, ma'rifat ko'ryapsizmi? Stometr bu yerda nima qilish kerak, ha? Manometr bilan devorni bitta-bitta qirib chiqish kerak. Nima qilish kerak? Tezroq bitkazish kerak. Remont qilib, koch qilib, ketish kerak, pulni olish kerak. Tamom. Kunam qizib ketdi. Zerigim ham ketdim. Stometr. Bitta qo'shiq aytib, zerigim ham ketdim. Endi qo'shiq deydik uchunlar. Shunga bitta qo'shiq aytib beray, tilakka bir o'ynasin, o'ynaysiz kelganda. Arzi bor buni osmondek pul topadi-yu bermaydi. Telefon qilaman tun bo'yi ko'radi-yu qaytarmaydi. Tarzingni ber zormanda, ololmasdan xormanda. Ishlatibsan kaminga, kirib ketgin uyingga. Hech yo'q, plastikka tashlab ber. Yo, stometr, unoq demanglar. Pullaringni beraman. Ishni qilinglar, pulni olinglar. Cho problema. Stometr kampir bor, ochib ishmaymizmi? Давай, shogird, tezroq oching chayni, uyda kim qolmasdan. Davay. Ko'rsaymasin shogird, kundan kun molga o'xshab boraman ha. Stometr to'g'ri aytasiz. Sizlar kompot ichyapsizlarmi? Men qishga deb qo'ygan kompotimni. Yozda ichasizlar. Sizlarga deb men kompot qo'ydimmi? Tur yo'qolib ko'ngan bu yerdan. Ishlang tayini yo'q. Ne asman